Ko'rib turgan binolarni arxitektorlar umuman qurbolmaydi deb aytishgan edi. Lekin bu hozirda Dubayda qad rostlab turibdi. Nomiga keladigan bo'lsa, Wanzabel. Loyihaga ko'ra 230 metrli ikkita osmono'par bino ulkan inshoot bilan bog'lanishi kerak edi. Eng hayron qoldiradigan joyi bo'lsa, uni 67 metri hech qanaqa tayanchsiz havoda osilib turadi. Lekin eng katta muammosi bu emas edi. Ikki bino o'rtasidan Dubayning eng gavjum avtomagistrallari o'tgan edi. Uni yopishi iloji bo'lmaganligi uchun muhandislar inshootni yerda to'liqligicha yig'ib olishdi. Keyin uni gidravlik domkratlar orqali millimetr bilan tepaga ko'tarishdi. Natijada Guinnesslar rekordi kitobiga dunyodagi eng uzun tayanchsiz osilib turgan bino sifatida kiritildi. Bugungi kunda bu binolarning ichida hamma narsa bor. Restoranlar, kuzatuv maydonchalari va dunyodagi eng uzun bo'lgan osma basseynlardan biri joylashtirilgan. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, vlogimizga obuna bo'ling, keyingi safar o'tkazib olmaysiz.